Yaqında O'zbekiston hukumatining Toshkentda Sharq Turkiston Jumhuriyatining birinchi prezidenti bo'lgan Elixon To'rining suratini e'lon taxtiga chiqarganligi Sharq Turkistonliklarning diqqatini tortdi. Bo'libmi Sharq Turkiston surgun hukumati O'zbekiston hukumatining Sharq Turkiston Jumhuriyatining birinchi prezidenti bo'lgan Elixon To'rini bu xil shaklda xotirlaganligi va aslaganligiga qarata o'zining to'r bekitida O'zbekiston hukumatiga alohida rahmat va minnatdorligini bildirdi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchilik qilib berayotgan mushundaq paytda asli turk va musulmon davlatlari adolat va haqqoniyat uchun Sharq Turkistondagi zulm ichida qon va ko'z yoshlari to'kilayotgan, nafsi bo'g'ilayotgan, hayot mamotlik bu kurashda chorasiz qilayotgan Sharq Turkistonlik mazlum xalq tarafida turib, Xitoyning qabih qilmishiga qattiq qarshi turishi va to'sish kerak edi. Hech bo'lmaganda Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarga o'xshash ochiq-oshkor nafratlanishi va yoki tadbir qo'llanish kerak edi. Ammo Xitoyning kuchi va pulining oldida sukutni tanlashi Sharq Turkiston xalqini qattiq azoblagan edi. Turkiya va O'rta Osiyodagi O'zbekiston qatorliq qarindosh turk qon sistemasidagi bir qism davlatlardagi adolat va haqqoniyatni yoqlaydigan parlament va hukumat a'zolari yana Sharq Turkistondagi mazlum xalq uchun ko'krak kerib chiqib, Sharq Turkiston xalqiga ilhom va madad bermoqda. Bu qatim O'zbekiston hukumatining Toshkentda Sharq Turkiston Jumhuriyatining birinchi prezidenti bo'lgan Elixon To'rining suratini e'lon taxtiga chiqarishi cho'nqur ma'noga ega bo'lib, bir tarafdan O'zbekiston hukumatining va o'zbek xalqining Sharq Turkiston Jumhuriyatining birinchi prezidenti bo'lgan doimiz Elixon To'rini aslashi va xotirlashini bildirsa, yana bir tarafdan Sharq Turkistonliklarning eng yaqin qon qarindoshi va qo'shnisi bo'lgan O'zbekiston hukumatining va xalqining Sharq Turkiston xalqining dohisi va munavvar o'g'loni bo'lgan Elixon To'rini ham o'zining tarixdagi qahramoni va o'g'loni deb qaraydiganligini. Shundaqla Elixon To'ri boshlagan Sharq Turkiston mustaqilligidagi bu qutlug' ko'rishimizda hamon biz bilan birga bo'ladiganligini tushuntirib berdi. Yigirma 4 sentabr nopusliq kezlardan biri bo'lgan Nyu-York vaqt kezdi Xitoy mustamlikchilari Sharq Turkistondagi masjid va muqaddas diniy mozorlarni turkumlab buzib chiqib, qadimiy iznlarni yo'qotmoqda nomli sarlavhalik maqolasini e'lon qildi. Maqolada Xitoy mustabid hokimiyatining Sharq Turkistonda berayotgan madaniyat qirg'inchiligidan iborat bu razil qilmishi yana bir qatim dunyoga oshkorlandi. Xabarda oshkorlanishicha, har yili minglagan musulmonlarning ziyoratgohiga aylangan O'rdam, Imom Osim qatorliq mashhur mozorlar bugungi kunda butunlay tuzlanib yo'q qilib o'tilgan. Avstraliya siyosiy strategiya institutining sun'iy amrohdan tortgan analiz va tadqiqotiga qaraganda, Xitoy doiralari yaqinqi bir qancha yil ichida Sharq Turkistonda buzib chiqqan mozorlar mingdan oshib ketgan. Xitoy mustamlikchilari asosidagi tarixiy ahamiyati zo'r bo'lgan, Uyg'urlarning madaniyat tarixida muhim o'rinda turadigan tarixiy iznalarni yo'qotishni nishon qilgan. Xitoy doiralari Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish va yo'qotish uchun jazo lagerlariga so'lgandan boshqa Uyg'urlarni madaniyat jihatda yo'qotishni bo'shashtirib qo'ymagan. Avstraliya siyosiy strategiya institutining tekshirib egallagan yangi dokladga qaraganda 2017-yilgacha butun Sharq Turkistonda cheqilgan masjid 8500 atrofida bo'lib, Sharq Turkistondagi umumiy masjid sonining 3dan birini egallaydi ekan. Xitoy doiralari Avstraliya siyosiy strategiya institutining dokladini butunlay yolg'onchilik deb ayblagan bo'lsa-mu, ammo sun'iy amrohdan egallagan Polatdek paketlar oldida o'zini rasvo qilmoqda. Tadqiqotchilar birdek Xitoyning asabiylashgan holda Uyg'urlarning masjid, mozorliq va boshqa tarixiy meroslarni vayron qilishini ochiq madaniyat qirg'inchiligi deb qattiq ayblamoqda. Yigirma 4 sentabrda Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni doklad e'lon qilib, Xitoyning yanada Sharq Turkistonda davomli yangidan tutib turish markazi qurayotganligi, 2017-yildan boshlab sun'iy amroh rasmi, Google yer shari xaritasi va boshqa qurollar orqali Sharq Turkistonda qayta tarbiyalash lagerlari, tutib turish markazlari va turmalarni o'z ichiga olgan 380 dan ortiq tutib turish o'rnini aniqlagan. Bu 380 dan ortiq qamoqxonaning ichida 50% bexatarlik darajasi yuqori aslihalar bo'lib, mutaxassislarning bildirishicha, bu yerlik hukumatning bexatarlik darajasi nisbatan tuvan bo'lgan atalmish qayta tarbiyalash lagerlarini ishlatishni to'xtatib, mahbuslarning bexatarlik darajasi texnik yuqori bo'lgan turmalarga o'tkazganligidan derak berdi dedi. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni payshanba kuni atalmish Xinjiang sonliq ma'lumot turi to'g'ri sonliq ma'lumot ombirining tadqiqot natijasini e'lon qilib, Xitoy hukumatining 2019-yil dekabr oyida atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi tarbiyalanguvchilarning hammasi o'qish bitirdi degan so'zlarga raddiya berdi. Hamda Xitoy doiralarining davomli yangidan tutib turish o'rinlarini ko'paytirayotganligini o'ttirib qo'ydi. Xitoy hukumati qayta tarbiyalash lagerlaridagi kursantlarning o'qish bitirganligini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo bu sonliq ma'lumot ombirlik sonliq ma'lumotlar yerlik hukumatning 2019 va 2020-yillari yangi tutib turish aslahalari qurilishiga davomli mablag' selayotganligini ko'rsatgan. 2019-yil dekabr oyidan boshlab Sharq Turkistonda kam deganda 61 tutib turish o'rni yangi qurilish boshlagan. 14 tutib turish o'rnining qurilishi hozirmi davomlashmoqda.
Xitoyning lager haqida qilgan so'zlarining yolg'onligini hali hamma sun'iy hamroh tortgan rasmlar bilan isbotlagan bo'ladi. Sharqiy Turkistondagi tutib turish sistemasini tahlil qilish jarayonida sun'iy hamroh bayqagan 380 tutib turish o'rinlarining aslahalari o'xshamagan bexatarlik darajasiga asosan 4 darajaga ayrilib, birinchi darajalik tutib turish o'rinlarining aslahalar bexatarlik darajasi tuvan bo'lib, odatda koni maktab binolaridan qayta yasalgan. Faqat rishotka va tomlar bilan qo'rshalgan. Bu tutib turish o'rinlari ilgari chet ellik muxbirlarning Xitoy yetakchiligida ziyorat qilishiga ruxsat qilingan o'rinlar. Hozir nurg'unlagan birinchi va ikkinchi darajalik tutib turish o'rinlarining ichki rishotkasi, tikanlik sim va teshidan qo'rshab turadigan beton tomlar so'kib elitilgan. 3 va 4 darajalik tutib turish o'rinlari mahbuslarni tutib qilish uchun ishlatilgan kameralar bo'lib, beton tom, tikanlik sim, qorovul munori to'liq bo'lgan turmalar ekan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqot natijasida 2020 yil Sharq Turkistonda qurilayotgan 14 qurilish aslahalarining ko'pinchisi turma bo'lib, yaqinda qurilayotgan 61 aslahaning yarmi qattiq qo'llanilgan tutib turish lageri ekanligini oshkorlagan. Armeniya Ozarbayjon hujum qilish va parokandachilik selishni davomlashtirayotgan oldingi sabtiki ansiz kutish davomlashmoqda. Mush haftaning 5-ida to'qinishlar qaytadan boshlanib ketgan chegaradagi Tovuz rayonida va Armeniyaning ishg'oliyati ostidagi rayonlarda shiddatli to'qinishlar yuz bermagan bo'lsa-mu, Armeniya qismlari o'q chiqarish orqali parokandachilik selishni davomlashtirmoqda. Ozarbayjon davlat mudofaa ministrligining bayonotida Armeniya armiyasi yaqinqi 24 soat ichida avtomat va margan qurollarni ishlatib, o'q chiqarish orqali 69 qatam urush to'xtatishga xiloflik qilgan. Armiyaning jang qilish kuchini saqlab qolish uchun har kuni degidek manevr elib berayotgan Ozarbayjon armiyasi yangi hujum va ig'vogarchiliklarning oldini olish uchun hushyor holatda turmoqda. Armeniya armiyasi 12-iyul Tovuz rayonidagi Ozarbayjon qismlariga zambaraklarni ishlatib hujum qilishga uringan bo'lsa-mu, Ozarbayjon armiyasi qaytarib hujumidan keyin talofatga uchrab chekingan. To'qinishda Ozarbayjon armiyasidan bir general mayor bilan 12 askar shahid bo'lgan. 21-sentyabrda o'xshash rayonda to'qinishlar qaytadan avj olgan. Ozarbayjon armiyasining bir askar shahid bo'lgan, bir askar yaralangan. Ozarbayjon armiyasi razvedka qilayotgan Armeniya ushqisiz apparatini etib tushirgan. Yigirma 25-sentabr kuni Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida Yevropa Uyg'ur akademiyasi va Shveysariya Uyg'ur adolat tashkiloti raisi doktor Abdushukur Abdurashid apandi Yevropa Yahudi o'quvchilar birlashmasiga vakolatan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ustidan shikoyat qildi. Abdushukur apandiga berilgan vaqt 90 sekund bo'lib, bu qisqa vaqt ichida Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati va vatanimiz Sharq Turkistonda yurgizgan jinoyatlarning irqiy qirg'inchilik ekanligini, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Xavfsizlik kengashining bu masalani insoniyatga qarshi irqiy qirg'inchilik ramkasi ichida bartaraf qilish kerakligini, Sharq Turkiston masalasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va har qaysi davlatlarning jiddiy tadbir olmoq kechikadiganligini, Uyg'ur xalqining insoniyat tarixidagi eng vahshiy qirg'inchilikqa uchrayotganligini so'zlab o'tdi. That their crimes meet the definition of genocide as laid out in the UN Genocide Convention. Azroq buzilib qolgan mevlarni tashlab atsangiz ichingiz og'riydi. Yesingiz salomatligingizga ziyon yetishidan ansiraysiz. Ziyda bo'lgan mevlarni yeyishga bo'ladi. Mevchilar so'qilib, ba'zi yerlari yumshab ketgan, hujayralar buzilgan, bir qism rangsiz moddalar qaynoq rangli moddalarga aylanib qolgan bo'lsa, ziyda bo'lgan yerda o'xshash bo'lmagan ranglar paydo bo'ladi. Mexaniklik zaxmlangan mevlarni yeyishga bo'ladi. Amaliyotda to'g'ralgan olmani darhol yeb tugatmaganda qo'ng'ir rangi o'zgarib ketadi. Tushib qolgan mevlarni yeyishga bo'ladi. To'nglatqo'ga sep qo'yilgan banan qora ham yumshoq bo'lib qoladi. Bu hujayralarning buzilganligidan bo'ladi. Agar bu buzilgan hujayralardagi ozuqlik moddalarni egallaydigan bakteriya bo'lsa, bu xildagi buzilgan mevlarmi nisbatan bexatar bo'ladi. Lekin ta'mi ancha yaxshi bo'lmaydi. Biroq mevlar ushib qolganlikdan hujayralar buzilib, zamburug'larning o'sishiga yaxshi sharoit hozirlab berib, zamburug'lar egilib olgan bo'lsa, paxtalishib ketgan bo'lsa yemaslik kerak. Ko'kirib qolgan mevlarni yeyishga bo'lmaydi. Ba'zilar mevaning paxtalishib qolgan qismini elib yetiblar, qolgan qismini davomli yeysa bo'ladi deb qaraydi. Paxtalishib qolgan o'rinni chiqarib yetib, ondan iste'mol qismi bexatar bo'lishi notayin. Chunki zamburug' paydo qilgan zahar mevaning boshqa normal o'rinlarga tarqalib ketadi. Ko'kirib qolgan mevalarni tashlab olsa, texmi bexatar bo'ladi.